Nima bo'lganda keyin o'sha to'liq sepdim ariginga. Men hisobini olganimda mana bu paxta o'tdim u ham. Ha, bu tomoni. Ha, buni ham paxta o'tdi, buni yarmidan pasti yaxmasdi ko'nimga. Keyin bag'dan oldim, olib Ya'ni turib. aminostop sepdingiz. Ha, aqqa to'liq urdimda, baqa o'sha chalajayga urdim. Chalajay ham bag' bilan ham hali zo'r bo'lib ketdi-da, men aytdimki, baribir effekt zo'r. O'tgan yilgi rezultatingiz yaxshi bo'ldimi? O'ta zo'r. Necha sentner oldingiz? O'sha to'liq ishlagan yerimda 50 sentner oldim. Men unaqa olmaganman. Chala ishlagan joyingiz, ya'ni o'zingizga yoqmagan joyga bir marotaba sepdingizmi? Unga ham bitta sepganman xolos. Unda necha sentner bo'ldi? Bu ham zo'r, masalan, o'sha 40 qa bordi-yu, unga ko'proq burni dorisi bilan, mehr bilan sepgandim. Boshlashgan unisiga. Jini voqil, masalan, muddatda. Ya'ni kerak bo'lgan fazada berib qolgan siz yutug'ingiz. Ha, o'sha moment berilgan. 50 sentnerga jolli paxtani tugatib bo'lmaydi ekan. Birinchi terimda oldingizmi 50 sentner? Bittada. Ikkinchi terimda terganimiz yo'q o'zi. Mana Farg'ona viloyati. Uspet qilib bo'lmadi-da.